Hop, biz hozir uchburchak yuzasini topishda boshqa usulni ko'ramiz, ya'ni S1, S2, S3. Mana shu uchburchaklarga ajratilgan mana bu shtrixchalar bor. Xo'sh. Bu yerda mana bu chiziqlarimiz, misol uchun AC chizig'imiz, misol uchun mana bu chizig'imiz AC chizig'iga parallel. Bu chizig'imiz esa BC chiziqqa parallel. Mana bu chiziq AB chiziqqa parallel. Parallellikda nimalar kelib chiqadi? Bu yerda o'xshash uchburchaklar hosil bo'ladi. Mana bu uchburchagimiz katta uchburchakka o'xshash. Yoki bo'lmasa mana bu uchburchagimiz katta uchburchakka o'xshash. Xuddi shuningdek S2 uchburchak. Hop, bundan oldingi videoda ko'rsatganimizdek S1 shtrixda nimaga tengligini ko'rgandik. S1 shtrix teng 2 iltizosida S1 ko'paygan S3. Mana shu formulani isbotlagan. Ya'ni S1 shtriximiz mana shunga tengligini isbotlagan. S2 shtrix nimaga teng? S2 shtrix deganimiz 2 iltizosida S1 ko'paygan S2. S1 ko'paytirgan S2. Ya'ni yonidagi uchburchaklar tashkil qiladigan uchburchaklar ko'paytirib ildiz chiqaramiz va 2 ga ko'paytiramiz. S3 shtrix nimaga teng desa, uni tashkil qiladigan ikkita burchak yonidagilar. Ya'ni eslab qolish uchun shunday yozilgan va S2 ko'paygan S3. Mana shuni isbotlagandik. Bundan oldingi videoda. Shuning uchun hozir birdaniga yozib ketamiz. Xo'p, endi bizga nima kerak? Katta to'liq uchburchakli yuzasi S bo'ladigan bo'lsa, S', ya'ni S1 shtrixga nisbati, ya'ni S1 ga nisbati desak ham bo'ladi. S1 ga nisbati, ya'ni katta uchburchagimiz S1 ga parallel. Nima uchun parallel? Mana bu parallellikdan, ikkita chiziq parallellikdan mana shu uchburchaklar o'xshashligi va mana bu uchburchaklar o'xshashligi, ya'ni burchaklar o'xshashligi kelib chiqadi. Xo'p, S1 ga nisbati degani katta uchburchakning mos tomonlar nisbatining kvadratiga teng bo'ladi. Xo'p. Katta uchburchakning tomonlariga teng. A minus B minus C. S1 ning tomoni degani 1. Yaxshilab qaraymiz. Katta uchburchakning yuzasi nima S deydigan bo'lsa, katta tomon nimaga teng bo'ladi? A minus B minus C ga teng bo'ladi. Taqsim S1, ya'ni B ga nisbatini kvadratiga teng. Endi ikkala tomondan ham kvadrat ildiz chiqaramiz. Kvadrat ildiz chiqaradigan bo'lsa, iltizosida S taqsim iltizosida S1 teng A minus B minus C taqsim B ga teng. Endi bu yerdan B ni topadigan bo'lsa, chaqachasini qo'yamiz. B taqsim A minus B minus C teng iltizosida S1 taqsim iltizosida S. Mana shu ifoda kelib chiqadi. Bu A holati. Endi B holatda ishlaymiz. Katta S uchburchak yuzasini men S2 ga bo'laman. S2 ga bo'laman. Katta uchburchakning tomoni har doimgidek A minus B minus C. S2 uchburchakning tomoni mana bu chizig'imiz bunga parallellikdan mana bu A bo'lsa, mana bu ham A ekanligi kelib chiqadi. Mana bu bunga parallel ekanligidan taqsim A ning kvadrati. Ikkala tomondan ham kvadrat ildiz chiqaraman. Iltizosida S taqsim iltizosida S2 teng A minus B minus C taqsim A. Endi mana bu holatni takrorlaymiz. A taqsim, ya'ni teskari yozib olaman va joyini o'zgartiraman. A taqsim A minus B minus C teng iltizosida S2 taqsim iltizosida S. Va mana bu ifoda kelib chiqadi. Endi uchinchi holatda ishlaymiz. Uchinchi holat quyidagicha yoziladi. Ya'ni katta uchburchak S ning tomonini S1 ga bo'ldik, S2 ga bo'ldik, endi S3 ga bo'lamiz. S3 ni ham tomoni, misol uchun mana bu C bo'lsa, mana bu ikkalasi parallel ekanligidan, mana bu ham C ekanligi kelib chiqadi. Uning ham tomoni C ga teng. S taqsim S3 teng katta tomon A plus B plus C taqsim S3 tomoni C ning kvadrati. Ya'ni yuzalar nisbati tomonlar nisbatining kvadratiga tengligidan kelib chiqadi. Ikkala tomondan ham kvadratni chiqaramiz. Iltizos S taqsim iltizos S3 teng A plus B plus C taqsim C. Bu yerdan ham C taqsim A plus B plus C ni topadigan bo'lsam, iltizosida S3 taqsim iltizosida S formulasi kelib chiqadi. Endi 3 ta tenglik hosil bo'ldi. Birinchi tenglik, ikkinchi tenglik, birinchi tenglik, mana ikkinchi tenglik va uchinchi tenglik ham hosil bo'ldi. Endi barcha tengliklarni bir-biriga qo'shamiz. Qo'shadigan bo'lsak nima hosil bo'ladi? Bir taqsim A minus B minus C minus A taqsim A minus B minus C minus C taqsim A minus B minus C teng. Hop, tepalar iltizos S1 iltizos S2
ilzosi S3 taqsim ilzosi S. Ya'ni qayerdan kelib chiqdi? Orqaloqda yozaylik, birdan yozmasam. Teng ilzosida S2 taqsim ilzosida S, ilzosida S3 taqsim ilzosida S plus ilzosida S1 taqsim ilzosida S. Ya'ni hammasini bir-biriga qo'shdim. 3 ta tenglik. Birinchi chap tomonni qo'shib oldim. Keyin o'ng tomondan qo'shdim. Ya'ni ilzosida S1 taqsim S bor, ilzosida S3 taqsim S, ya'ni ilzosida S2 taqsim ilzosida S. Endi bunda mahrajlar bir xilligidan suratlar qo'shamiz. Suratlar qo'shadigan bo'lsam A plus B plus C bo'lib qoladi. Taqsim A plus B plus C. Xo'sh, mahrajlar o'zgarmasi yozsa, suratlar qo'shganda xuddi shu ifoda kelib chiqdi. Ya'ni bu birga tengligi. Endi bunda ham mahrajlar teng. Mahraj o'zgarishsiz yoziladi. Ilzosida S. Suratlarni tahlil yozaman. Ilzosida S1 plus ilzosida S2 plus ilzosida S3. Endi bu satrlarimiz birga teng. Birga tengligidan ilzosida mana shu narsa birga teng bo'lib qolyapti. Mana shu ifoda birga teng bo'lsa, ilzosida S bu tarafga ko'paytirib o'tamiz. Ko'paytirganimiz nima holat yuz beradi? Ilzosida S1 plus ilzosida S2 plus ilzosida S3 teng ilzosida S1. Men endi ikkala tomonni ham kvadratga ko'taraman. Kvadrat ko'targanimda formulasi qo'llanadi. S teng qavs kvadrat bo'ladi. Faqat ilzosida S1 ning kvadrati, ilzosida S1 plus ilzosida S2 plus ilzosida S3 ning kvadrati. Ya'ni formulasi qo'llanadi.